Word'da cedvel, query, stone yoki bütün cedvelni o'chirish usuli. Buni biz amaliy misollar orqali qilib ko'raylik. Biz yana burunqi dars jadvalimizning misoliga tuzitish kirgizaylik. Yana biz bu yerda shanba kunni oldida bir ehtiyoj bilan qo'shgan. Shanba kunning stone. Endi biz bu stone'ni o'chirmoqchi. Buni o'chirmoqchi bo'lsak, nur belgini mushu stone'dan xolgan bir kategoga ekib qolib turib, asosiy tizimlikdan loyihani tanlaymiz. Undan keyin o'chirish knopkasini bosamiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bir qancha a'zo bor. Katakcha o'chirish, red o'chirish, quru o'chirish, jadval o'chirish deganga o'xshash. Biz bu yerdan red o'chirishni tanlasak, ya'ni bu stone o'chib ketadi. Shuning o'xshashlar navoda bir qurni o'chirmoqchi bo'lsak, ya'ni bu yerda bir qur ortiq ekan, mushu qurninki xolgan bir kategoga nur belgini ekib qolib turib, ya'ni o'chirish tizimlik a'zosini bosamiz. Ya'ni asosiy tizimlikdan loyihaning ichidan o'chirish, buning ichidan quru o'chirishni tanlasak, bu qur o'chib ketadi. Ya'ni bu bir xil usul. Yoki bo'lmasa, burunqi qo'riston qistog'an o'xshash, buninki-dimi sakrama tizimlik orqali o'chirish maqsadiga yetalaymiz. Ya'ni o'chirmoqchi bo'lgan stonning xolgan bir yeriga kelib, mousening o'ng knopkasini bosamiz. Bu yerdan o'chirish tizimligi va red o'chirishni bossak bo'ldi. Yoki bo'lmasa, o'ng knopkani bosib chiqqan tizimlikdan, sakrama tizimlikdan katakchilarni o'chirish, buni tanlasak, bizdan nima o'chirishni so'raydi. Katakchi o'chiramsiz, yana bir dona katakchini ko'rsatdi. Yoki butun qurni o'chiramsiz, yoki butun redni o'chiramsiz deganga o'xshash. Hamda katakchi o'chirgan vaqtida bu katakchi o'chirilsa, bu yer qayerdan to'ldirdi? Ostidan yo'tkilib kelamdi yoki soldan yo'tkilib kelamdi deganga o'xshash. Endi biz bu yerda butun qurni o'chirmoqchi, shu qurni tanlasak bo'ldi. Ma'qul dedim, bu o'chdi. Endi biz Word'da tekst tahlilgan vaqtimizda ba'zi jadvallarni o'chirib o'tishga ehtiyojimiz tushadi. Biz navbatda jadvalninki qo'ris to'ldirni o'chirishni o'rgandik. Agar butun jadvalni o'chirmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Bu vaqt yana jadvalninki xolgan bir yeriga nur belgini ekib qolib turib, asosiy tizimlikdan loyihadan o'chirishni tanlaymiz. Bu yerdan jadvalni o'chirishni tanlasak, bu jadvalimiz o'chib ketadi. Yoki bo'lmasa yana sakrama tizimlik yoki abjad tizimlikni o'chirsak bo'ldi. Ya'ni o'chirish, jadvalni o'chirish o'chdi. Asla qaytadim. Ya'ni biz jadvalni loyiha tizimligidan yoki o'ng knopkadan chiqqan bu abjad tizimlikdan o'chirish maqsadiga yetalaymiz.